Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, YouTube tomoshabinlari, YouTube kuzatuvchilari, yaxshimisizlar, charchamasdan. Mana yanvar oyi 2026-yilda turibmiz. Aka-ukalar, Taxta bozoriga kelganmiz. Andijon Soy bozorida. Ko'rib turganingizdek, mana har xil turdagi taxtalar bor, xudo xolasa. Aka, mana taxta tomda anaqa tunikan tagiga qo'yiladi, bu. Tunikan tagiga, murlab qo'yiladi. Ha, tunikan tagiga murlab shunaqa narsalarga qo'yiladi. Ustalar ko'rayotgan bo'lsa bilishadi, aka-ukalar, mana. Xo'p. Bu necha pul endi aka? Necha metrli bu? 6 metrli. 6 metrli 85 ming so'mdan bo'lagan akalar. Xo'p. Mana tomni mayerga qo'yamiz endi buni. Qo'ysa bo'ladi. Ha, tomni mana bu reykani tagiga qo'ysa ham bo'lar aka. Xo'p, manalarchi endi aka, mana enlilar. Shilibka. Ha, ular shilibka. Polga ishlatsa bo'ladi. Polga ishlatsa bo'ladi, tomga ham ishlatsa bo'ladi, ha? Ha, hunarmandlarniki. Hunarmandlarniki bu tozaroq ekan. Taligi bor. Hop, bu necha metrli endi? 4 metrli. 4 metrli. Necha pul endi bu? Ash tozasi 80 ming so'm. Tozasi 80 ming so'm. Aha. 55 ming so'm. Aha. 15lik. 15ligi 55 ming so'm. Bu 80ligi 85 ming so'm. 30 ming farq qilaganda. Hop, manalarchi mana ingichkalar, mana taxtalar. Gipsakardon o'rtaga devor to'sgan. Ha, gipsakardonni o'rtasiga qo'yiladigan, ya'ni gipsakardonni orqasiga qo'yiladi. Gipsakardonni orqasiga reyka qilib to'qishadi. Hop, bu necha pul endi? Metr 10 ming so'm. Metr 10 ming so'mdan. Necha metr endi bu yerda? 6 metr. 60 ming so'm bo'lar ekanda. 60 ming so'm bo'lsa, bitta skochni ichida nechta? 10 tami? 4ta. 4tadan. Ha, 24 metr bo'lar ekan. 240 ming so'mdan. Bo'ladigan narxini aytyapsiz endi hozir, bo'ladigan narxini aytayotgan. Hop, bularchi endi? 6 metrli 4 ga 14. 6 metrli 4 ga 14. Ya'ni 4 mana va bu yog'i 14, xudo xolasa. Hop, 6 metrli bu tomda mana shu anaqani ustiga qo'yadi, ha? Nima deydi? To'silli deb qo'yadi, strapl. Ha. Shipper tagida, tunikalar tagiga qo'yadigan mana mustahkam mashlar. Hop, nech pul endi bular? 135 ming so'm. 135 ming so'm ekan. Hop, demak, bu 60 oralig'ini 60 tashab ketishadi, to'g'rimi? 60 tashab. Ha, 70 ga orasini 70 tashab ketadigan bo'lsa ham, masalan, 10 metrli tom bo'ladigan bo'lsa, qancha bo'ladi? Bir 13 tacha olish kerak ekanda. 13 tacha olish kerak ekan. Xullas ustalar biladi. Hop, taxta kerak bo'ladigan bo'lsa, taxtalarda har xil turlari bor. Akamiz nomerini qoldirib qo'yamiz. Mana bunalar nima deyiladi endi aka? Bular to'singa bular. Mana o'rtalariga qo'yiladi bu. Mana tomlarni hali o'rtalariga qo'yiladigan to'sinli deb qo'yiladi. Hop, bu metri nech pul endi aka? Shu donasi 170 ming so'm. 170 ming so'm. Ya'ni o'rtaga qo'yiladigan to'sinli deb qo'yadi. Ustunlar qaysi endi ustunlar? Mana anaqa ustunlar. Ustunlar ha, mana akalarimizdan o'zlari mana taxtani naves qilib qo'ygan. Mana shu ustunni, mana ustunlarni, to'g'rimi? Mana bunday qilib qo'yishadi. Mana yumaloq ustunmi yo bunaqami? Yangida 4 burchak. Ha. Bular nech pul endi aka? Bular endi mana 215 ming. Ha, 215 ming so'm. Ha, 4 burchak ekanda, bu mana shu ustun, keyin mana bu to'sinli 170 ming so'm, bu ustunlilar 215 ming so'm. Mana ularchi? Bular shu to'sinliga? Bu ham 170 ming so'm, ha? 170 ming so'm ekan. Mana akalar, mana ponni mana katta to'sinlilarni bu xilidan bor. Ko'pgina nechta kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa tayyorlab bera olasizlar, bemalol. Mana kattasi nech pul, katta ustunlar? 560 ming. 560 ming. Bu qayerlarga qo'yiladi endi? Xoriy ashnaqa. Ha. 560 ming so'm. Buni metri 6 metr bo'ladimi? 6 metr. 6 metr bo'lar ekan. Xo'p, aka-ukalar, mana ko'rib turganingizda taxtalarni xilidan bor. Ustun deysizmi? Ya'ni tom tagiga qo'yadigan reykalar deysizmi? Reykalar nech pul? Oddiy reykalar. Ha, shipper reykalar. Mana shipper reykalar. 6,5 mingdan tepaga qarab ketadi. 6,5 ming so'mdan tepaga qarab ketaver ekan. Mana shular nech pul mana shular? 6,5 ming endi? Mana shu bitta 6 metrligi? 6800 metr. 8 metrmi? Yo'q, 6 metr. Metri 6800. Ha, metri 6800 so'mdan ekan. 1 metr nech pul bo'ladi shunda? 6 metri, hop. 10 metr ulas 68 ming bo'ladi. Necha metr kerak bo'ladigan bo'lsa, qilib bera olasizlar, bemalol. Hop, 6800 so'mdan metr ekan aka-ukalar. Mana yapalag'icha aka, ingichka. Bu haligi ko'rsatganingiz-a? 55 ming so'm. Shilibga 55 ming so'mligi.
Bu Huyetdagi yaxshiroq nima dedingiz buni? Toza putag'i yo'g'i. Toza putag'i yo'g'i 85 ming so'm ekan. Xo'p, aka-ukalar, ma'lumot uchun Andijonda Soy bozorida video obzor qilindi. Mana ko'rib turganingizdek, taxtalarda har xil turlari bor. Navesdagi deysizmi yokida qo'yxona qilaman deysizmi yo uyingizga bir katta naves qilaman deysizmi? Usta akalarimiz ko'rayotgan bo'lsa ham mana akamiz nomerini qoldiramiz. O rayonlardan keladigan bo'lsa, bemalol anaqa kira mashinalardan to'p bera olasizlar, kira mashinalardan to'p berib, bemalol rayon gap ketasizmi, shahar gap ketasizmi, chiroyli qilib, hamyonbop qilib berasiz, xudo xolasa. YouTubedan chiqishadigan bo'lsa, aloqaga chiqib, bemalol aka-ukalar akamizga aloqaga chiqa olasizlar. Xo'p, xudo xolasa qo'ldan kelgancha taxtalar haqida video obzor qilindi, ko'rib turdinglar. Mana ancha buncha ma'lumotlar berildi. Quyida raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Video yaxshi prosmotr bo'lishligi uchun, rivoji uchun like, podpiska tugmalarini bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Chunki qaysidir yurtdoshimiz shu taxtalarni istab yurgan bo'lishi mumkin. YouTubedan kirib, ko'rib, bemalol mana shu YouTube orqali keladigan bo'lsa, u odamga sizni qanchadir manfaati teggan bo'lishi mumkin. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.